Charos, keling. Ha, bas aka. Onamga o'yin olmoqchi edingiz, to'g'rimi? Bolgarskiy tirishadi. Yo'q. Onam yoshligida boks yurmaganda, hozir borasida, hay, deb baqanaga bundoq qilasiz, onam bitta to'satda, keyin siz bilan boks tushib ketayotganlar, ha, olam shu voqea darajada chiqib ketasiz, kim o'yinni olasiz, tushundingizmi? Boring, davay. Bitta yaxshilab. Oyjon, keling. Farosatni bitta va texnikadan olganmisiz, kelin? Charos. Ha, bas. Onamni o'yinni olish payti keldi. O'tgan safar ko'rdim, hamma biks bo'ldi. Yo'q, endi nasrinasi yo'q. Onamni qitig'i bor. Hozir borasiz, orqasidan qitig qilasiz. Keyin onam kuladi, sizga qarab, siz qitig qilasiz, bir-birlarini qitiqlab, bo'ladi. Hozir men tizib chiqay. Bo'l. Katta qiz uyalmaysizmi? 50 ga kirgan xotin orqacha qata qiladi. Shunaqa bachkana xotin olaman deb hech ham o'ylamadim. Uyat edi. Kelin, bu yoqqa qarang. Tur o'g'lim. Ha, marojniyni yeb olgin. Tur o'g'lim, senga ilinib olib keldim. Marojniy? Ha, ol.